Assalomu alaykum, Yasmin mijozlari qizajonlar, barchangizga xayrli kun. Qizajonlar, hop, bizda eksklyuzivniy realniy obzor videoni o'tkazib o'rmanglar, sizlarga ham manfaatli bo'lishi mumkin. Qizajonlar, men bu sumkani как bitta nima desam bo'ladi, qaynar xumchaday tasavvur qildim. Chunki buning ichida kichkinagina sumka va o'zi sumka prям luks kачествоda. Va buni ichidagi mahsulotlarni hammasini birma-bir obzor qilaman. Qizajonlar, shunaqangi xermis rangli sumkadan xermis sochig'imiz. Brend yaxshi ko'radigan klientlarimiz ekranni oldiga yaqinroq turib olinglar. Bitta bangi sochiq, bitta yuz sochiq va bitta salfetkasi. Murskoy uchun. Qizajonlar, bitta salfetka, bitta yuz va bitta bangi sochiq. Качество premium materiallarni ko'rishingiz mumkin. Вообще super. Qizlar, video yoqayotgan bo'lsa, o'rtasida ham like bosib yuboringlar. Chunki bu mahsulotimiz likelarga arziydigan mahsulot. Qizajonlar, nima deyapti? Качествоni yaqinroq keling. Качествоni ko'ring, 100% paxta materiallari. Полная вышивка bilan chekib chiqilgan. Bitta murskoy xalat va bitta женский xalat. Женский xalatimiz LK, murskoy xalatimiz 1XL yoki 2XL gacha ham o'zgaradi. Qizajonlar, 100% 300 telsillik pastelniy naborimiz. Materialni yaqinroq keling. Уже brendga nima deyapti? Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bularni hammasini divanda obzorni qo'yamiz.